Assalomu alaykum, virtual darsga xush kelibsizlar. Bu virtual darsligimizda biza bir loyiha qilganmiz. Shu loyihani overview chasti bo'ladi bu virtual dars, ya'ni intro qismi bo'ladi. Bu loyihamizning maqsadi bor. Sizlarga hozir loyihamizni ham o'zini ko'rsataman, maqsadni ham tushuntirib beraman. Bu muammoga yechim topgan loyihamizni, ya'ni sun'iy intellekt yordamida qilganmiz. Vibe coding orqali prompt kiritib, sun'iy intellektga qildirib, barcha bo'limlarini sun'iy intellektga qildirganmiz. Ya'ni dizayn qilishdan tortib, mana ideya kelgan joyi bor. Ideya menda bor. Ideyani sun'iy intellektga aytganman. Qilsam bo'ladimi? Qanday qilaman? Logotip kerak, dizayn pattern qilib ber, kodini yozib ber. Kodini qanday yozasan, texnologik jihatdan men tushuntirganman. Hamma narsani qilib bo'lganimizdan keyin telefonda shu Apple platformasi uchun programma chiqarganmiz, ya'ni iPad, iOS o'sha iPhone telefonlarimizdan kirib, bemalol App Store dan skachat qilib olib ishlatsanglar bo'ladi bu loyihani. Bu loyihani maqsadi bir muammoga yechim bo'lgan o'zi asli. Men o'zi internetdan, shu Taobaodan, Pinduoduodan, yana bir qancha platformalardan mahsulot zakaz qilib turadigan odatim bor. Bu mahsulot zakaz qilayotganimda har doim bir muammoga uchrayman men. Ya'ni bu qanaqa muammo deydigan bo'lsak, men Xitoyning pulini tushunmayman. Yuanda, misol uchun boshqa deylik Amazonda dollarda yoki o'zimman qaysidir saytlar bor, faqat yevroda, Rossiyaning AliExpress'i bor, aliexpress.com sayti, endi o'zbek so'mi ham bor. Endi hozir oldinlari rus o'zini Rossiyaning rubli bo'lardi. Rublni ham tushunmayman konvertatsiya qilishni. Har doim menga misol uchun deylik konvertatsiya kerak bo'lsa, Google ga yozardim. Google ga ham deylik USD to UZS derdimda, misol uchun post bersam $1 qancha bo'lyapti, $100 qancha bo'lyapti degan narsa kelardi. Natijasi menga chiqib kelardi. Endi bu joyda misol uchun deylik, endi har doim men Taobaodan narsa olayotgan vaqtimda misol uchun yuan to USD deb turib yozib turib natijasini ko'rardim. Bir Chinese yuan 0.14 sent bo'lar ekan. Deylik, endi men misol uchun deylik 7 yuan beradigan bo'lsam yoki 711 yuan beradigan bo'lsam $1 bo'lar ekan. Ya'ni mahsulotning narxini ko'rib har doim programmadan chiqib ketib, ya'ni misol uchun bunday ko'tarib Google ga kirib, Google dan mana shu joyni topib yoki Google ga yuan to USD qilib natijani ko'rib, yana chiqib ketib kirardimda, misol uchun har bitta programmadan produkt mahsulot zakaz qilmoqchi bo'lganda narxini ko'rishim bilan sirazi bu yoqqa o'tib konvertatsiyani qanaqa narxda bo'lishini so'mda yoki dollarda ko'rardim. Juda vaqtimni ko'p olardi bu. Har doim Google ga kirib, Google dan typing qilib, yozini yuan to USD qilib yoki qanaqadir extension qilib yozib olib, uni qayergadir hadeb ochmasligi uchun deb. Endi keyin yana bir muammo bor. Google da ham noto'g'ri bitta joyi bor. Ya'ni noto'g'ri emas. Google bu narsani unga yechim bergandir balki, men bilmayman u narsani. Deylik, mana Chinese yuan bir turibdi, tepada turibdi, kiritadigan joyimda pastda dollar turibdi. Deylik, endi men shuni misol uchun Rossiyada yashayman, men ham dollarda, ham rublda ko'rmoqchiman. Buni imkoniyatini qayerdan qilaman? Hozir yana boshqatdan yozishim kerak. Endi yuan to rubl deb yozishim kerak. Rubl deb yozishim kerak. O'shanda men Rossiyaning rubl chiqyapti. Endi misol uchun bir deylik $7 711 bo'ladigan bo'lsa, 79.24 Rossiyaning rubli bo'lishi kerak ekan. Bu har doim yana vaqt oladi meni. Misol mahsulotga bo'lgan e'tiborimni qaratishdan ko'ra narxini olib unga kirib, bunga kirib boshimni o'ratishim kerak. Unga men bir yechim topishni o'ylab ko'rdim. Ya'ni bir dastur qilmoqchi bo'ldim. Sun'iy intellektga ketdim. Mashina muammoga men yechim bermoqchiman desam, zo'r o'ylabsan. Davaydi, bunday qilamiz, unday qilamiz deb sun'iy intellekt yordamida qilindi bu loyiha. Bu loyihani hozir men sizlarga ko'rsataman. Loyihaning nomi Currency Flow. Currency Flow degan loyihamiz bu ichiga kiradigan bo'lsak, birinchi oynamizda hech qanaqa narsa rubl, umuman dollar hech narsa tanlanmagan. Chunki birinchi kirib kelgan odamda hali qanaqa bo'lishligini bilmaymiz. Shuning uchun tanlanmagan sanda tanlash uchun men bu currencies bo'limiga o'tgan deyilyapti. Currency bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bizga kerak bo'ladigan pul birliklarining spiskasi bor. Bu real time API dan ma'lumot bazadan olinadi, ya'ni Google tomonidan beriladi desak ham bo'ladi yoki o'zimman agar topa olsak, misol uchun tekin variantlarini ham topsak bo'ladi. Bu loyihada hozir shu tekin varianti ishlatilgan. freecurrencies.com degan sayt bor ekan. Bu tekin shu pul birliklarini jo'natib turadigan, ya'ni real vaqtda ishlaydigan sayt bor ekan.
o'sha saytdan tekinga olingan. Lekin limiti bor. Bir kunda misol uchun 1000 ta 2000 ta zapros, ya'ni request qilishimiz imkoniyatimiz bor, tekshirishimiz. Bunga ham yechim topganmiz. Bir marta kirgandan keyin boshqa qaytib o'sha ma'lumot bazadan so'ramaydi, hammasi lokal xotirada qiladi. Ya'ni bir kun davomida pul birligi birdan o'zgarib ketib qolmasligi aniq u, biz buni tekshirib ham ko'rganmiz hayotimizda. Endi bizga kerak bo'ladigan misol uchun mahsulotni tanlayotgan joyimiz bor. Deylik Alibaba, AliExpress, 1688, Pinduoduo, Taobao degan saytlarimiz bor. Bizning misolimizda Taobao yoki Pinduoduo. Unda haqiqiy Xitoyning yuan puli. Bu joyda biz yuan deb yozamiz. Yuan deb yozamiz. Xolasa agar biz dollar deyotgan bo'lsak, yuan deb bo'lsa dollarga qilmoqchimiz. Endi yuan deb yozsak yuan chiqib keladi. Deylik USD deb yozsak USD dollar chiqib keladi. Endi mana bu yerda yulduzchani bitta bosadigan bo'lsak, bizga aynan shu pul birligi kerakligini tanlab qo'ygan bo'lamiz. Keyin misol uchun rubl, Rossiyaning rubli yoki o'zumuman deylik evro yoki boshqa bir pul birligini tanlaylik. Misol uchun OZS bormikin? OZS yo'q ekan. Endi qaytamiz mana oynaga. Birinchi oynada dollar turibdi. Endi dollarni bosib turib, o'zimizga qaysi pul birligidan konvert qilmoqchi bo'lganligimizni tanlaymiz. Biz hozir default deyni birinchi kirishiga dollarni berib qo'yganmiz. Chunki butun dunyoda dollar endi ancha obro'si bor, o'shaning uchun dollar berganmiz. Bu joydan yuanni tanlab qo'yamiz deylik. Yuan tanlasak, endi mana 1 yuan nechidir dollar, nechidir rubliga aniq mana hozir ko'rib turibmiz. Google da ham tekshirib ko'rdik, o'zimizning programmamizda ham tekshirib ko'rdik. Endi 7 yuan 711 yuan qiladigan bo'lsak, 1 dollar yozyapti-da 79.98. Google bilan pashti bir xil. Men uni tekshirib ko'rdim, bir nechta saytlardan tekshirib ko'rdim. 1 sentga farq qilyapti mana shu programma. 1 sent. Butun dunyo bo'yicha tekshirilganda 1 sentga farq qilyapti. Yomon emas, tekin bitta ma'lumot bazadan olaman, natijani ko'rsataman, men ham birovga sotmayman bu programmani, tekinga olib ishlataversin. Xo'p, endi men misol uchun qolgan pul birliklari menga kerak bo'lib qolsa, misol uchun bosamanda yana qaysi pul birliklari misol uchun menga kerak. Boshqa pul birligini tanlaymiz. Misol uchun yevro. Yevroni tanlab oynaga qaytadigan bo'lsak, mana yevro ham turadi. Endi Chinese yuan tepada turibdi. Men Chinese yuanning narxini o'zgartirib aytaveraman. U menga 3 xil pul birligida menga konvertatsiya qilib beradi. Google ga ham kirishim shart emas. Google ga har doim kirib, unga chiqib, bunga chiqib o'tishim ham shart emas. Shunchaki mana ishlab turgan loyiha. Buni App Store ga chiqardik. 7-8 soat davomida kod yozdik, ya'ni reja qildik. Yani reja sun'iy intellekt bilan qilindi. Unga logotip yozdirdik, logotip yasattirdik. Logotipga programmani to'liq kodini, ranglarini, qanaqa bo'lishligini tushuntirdik. Programmani ranglarini olganimizdan keyin Cloud Code'ga hamma narsani berdik. Mana logotip, mana u, mana bu deb Xcode project yaratib, iOS platformasi uchun iPadga, iPhone'ga tushadigan variant programma yaratdik. Shu programmani folder papkasini Cloud Code'ga terminal orqali kirdik. Va Cloud Code'ga bor promptlarni kirgizdik. Ya'ni misol unaqa ber, bunaqa ber deb aytdik. Ularni hammasini tekshirib Cloud Code qilib berganidan keyin dastur tayyor bo'ldi. O'zimiz olib test qildik. Keyin test natijasi yaxshi bo'lganidan keyin App Store platformasiga, ya'ni App Store platformasiga App Store Connect orqali biz publish qildik. Programmamizni chiqardik. O'tga test flightga chiqardik. Test flightda ham test flightda tekshirdik, internal, external testlar yaratdik. Ular ham muvaffaqiyatli o'tdi, approve qilib berishdi. Keyin biz approve qilib berganidan keyin uni orasida alohida yana versiya chiqardik. 1.0 versiyasini haqiqiy App Store uchun publish qilib chiqardik. Apple developerlar uni test qilib berishdi va 2 soat 11 minut davomida testdan o'tgan va bizga ready for distribution status berilgan. 5 ta etap. Reja, logotip, design guideline, kod yozdirib App Store ga publish qildik. 5 ta rejani 8-9 soatda amalga oshirdik. Ya'ni kimdir, qaysidir worker ishchini, ya'ni ishchini bir kunlik ishi vaqtida biz bitta loyihani o'ylab, yaratib, muammoga yechim topib, u muammoni hal qilib App Store ga biz publish qildik. Ya'ni iPhone telefoningizdan hozir shuni misol currency flow deb yozsanglar chiqib keladi sizlardan. Bu narsani hammasini biz vibe code orqali, ya'ni sun'iy intellekt yordamida umuman pashte kod yozmasdan amalga oshirdik.
Bundan buyog'iga sizlarda savol paydo bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt kodi qanaqa ekan, qanaqa yozar ekan, dabdil yozar ekanmi, o'qisi bo'lmaydigan kod yozadi degan kommentariyalar bo'lishi mumkin. Yo'q. Men sizlarga bitta zo'r keys aytaman. Sun'iy intellektga hamchi xato prompt bersanglar, menga unaqa ber bo'ldi desanglar, u qolgan narsasini qilib beradi. Men unga yozdim, clean code bo'lsin, arxitektura bo'lsin, folderlarga to'g'ri qara, dependency injection, shu DI amal qil, solid keysga amal qil, hammani qonun qoidaga amal qil deb yozdim. Chotki, taniq, kelajakda scaling qiladigan, kattalashtirsa bo'ladigan proyekt bo'ldi. Xudo xolisa bu proyektni kelajakda balki yana qolgan update'larini ham darslik qilib chiqaraman. Ya'ni App Store'ga testlatga qo'ydik, publish qilishni o'rgandik. Endi bor bo'lgan proyektimizga qanaqa qilib yana kod orqali, shu sun'iy intellekt orqali yangi xususiyat qo'shib, shu yangi xususiyatni qanaqa qilib App Store'ga obnovit qilishga, ya'ni publish qilishga, yangi versiya qilib berishligini ham o'rganib chiqamiz, xudo xolisa inshaalloh. Xo'p, proyektimiz mazmuni boshqasini tushuntirdim sizlarga. Bu video darslikdan keyingi video darslarni qanaqa qilingan, hamma narsasini qo'yib boraman birma-bir, ko'rishingiz mumkin. O'zingiz uchun bilib o'rganib olsanglar bo'ladi. Kommentariy yozinglar, podpiska bo'lmagan bo'lsanglar, podpiska bo'lib olinglar, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Kelajakda yana yaxshi video chiqaramiz. Bundan buyog'iga ham sun'iy intellekt yordamida har xil loyihalar qilamiz. Bularning hammasini YouTube kanalimizga joylab boramiz va loyihalarning hammasini publish bo'ladigan bo'lsa, linklarini shu YouTube kanalidagi videoni ostida qoldirib ketamiz. Havolasini bosib o'zingizlar kirib tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, xayr, salomat bo'linglar. Rahmat, vaqtingizga rozi bo'linglar.